Assalomu alaykum Stroy bazaning qadrli obunachilari. Bugun sizlar bilan Aboy gaplashib o'tamiz. Abdulaziz Mashid ekan o'zi. Abdulaziz, horma. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, sizsiz, charchamang. Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Ha, rahmat. Aboylarimiz kelibdi, bitta obzorini ko'raylik endi obunachilar uchun. Yangi aboylarimiz kecha kuni degan edik, tushirib olganmiz. To'g'risi bo'ldi, obzorni qilib beramiz unda. Birinchi olib turib har doimda razmerlarni aytib o'tib ketamiz. O'zida ham yozilgan bo'ladi, biz ham aytib o'tib ketaveramiz. Balandligi 1 metr bo'ladi, uzunligiga 20 metr. Mana shu bitta ruloni 20 kvadrat metr tashkil qiladi. O'zining ichida ana shunday o'zimizning logotiplar tushirilgan, qanday yopishtirish bo'yicha, nima deydi? Qanday yopishtirish bo'yicha asaqalari chiqadi. Tushunarli. Ha, tushunarli bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Xo'p, buni eng qizig'i rasvetkalari keladigan bo'lsa 30 xil rasvetkasi kelgan. Hop, bu mana shunday traverti attachentali bo'ladi, attachentoli. Ozgina tilimiz ham kelmay qolyapti. Chiroyli rasvetkalari bor. Undan tashqari anaqa gulliklari ham bor. Ayollarimizga alohida xonasi bo'ladi-yu. Shunga ham bir yopishtirsa bo'laveradi. Bittamtasini ochib ko'rsataymi shu? Bo'ladi. Yana bir ko'rsatib turavering aka. Chiroyli rasvetkalari bor. Hop, mana tasini tutamiz. Mana orqasida qanday yopishtirish bo'yicha o'zini instruksiyasi, shu so'z kelmayapti. Topdik. Ha. Mana. Endi buni qo'yib turamiz. Yana ochib, kilaylarni ham ko'rsatib beramiz, xolos agar bemalol ocha olsak. Mana. Ochib, polni olaveramiz. Polni obzor bo'lsin, bo'lganga yarasha. Mana. Chiroyli, xudo xohlasa, endi kilayni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Kilayni hozir chiqara olsak, ozgina muammo kilayni chiqarish. Orqasi salofani bo'ladi o'zini, mana shunday. Mana. Salofani bo'ladi o'zini, mana shunday olamizda. Olgandan keyin yopishsa bo'ldi, mana. Ushadi, xohlasa qo'yib yubormaydi. Bemalol uylarda, Lekin bu aboylarimizdan albatta mo'shi bo'ladi, to'g'ri topdingiz. To'g'ri aytib o'tib ketdingiz. Bemalol yuvsa bo'laveradi. Yuvsa ham bo'laveradi. Kir bo'lib qolsa, masalan, bolalaringiz bo'lsa, ruchka chizib qo'yishi mumkin. Siz vlajniy salfetkani olasizlar, artaslar chiqetadi. Juda ham chiroyli rasvetkalari bor. Bu yerda ham ko'rsatib o'tamiz. Hammasini ko'rsatib o'tib ketaylik, iloji boricha. Hali qiynalib o'tirishmaydi. Shunday oqlari ham bor. Telegram kanalimizga ham qo'yib qo'yganmiz. Bemalol Telegram kanalimizga ham kirib, boshqa mahsulotlarimiz, rasvetkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu safar bu yangilik mahsulotimiz, chunki buni boshqa yerdan ham topa olmaysizlar. Bemalol javob berib ayta olmayman. Bunaqa gullikda samakilashishdi. Xohlasa narxlari ham arzon chiqqan. Narxlarni ham aytib o'tib ketamiz. Ularni ko'rsatdik. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Necha xil rasvetkasi keldi shunda? 30 xil rasvetkasi kelgan. Bu yerda bir adashmasam 10 xil yoki 15 xil turibdi. Uncha ko'p emas. 15 xil. Ha. Razmerlarni aytib o'tib ketdik. Balandligi 1 metr, uzunligi 20 metr bo'ladi. Bo'ldi, hozircha yana 20 kvadrat bo'ladimi? Ha. Bitta rulonda 20 kvadrat metr bo'ladi. Endi narxi ham aytib o'tib ketamiz. Narxi 1 kvadrat metr 35 ming so'mdan. Bemalol manzilimiz Andijon shahar Soy eski Mazot ichida bazamizga kelib xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Agar boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsanglar, bizga Telegramdan yozasizlar. Mana shunday hamma rasvetkasini tashlab beramiz, rasmga olib, tanlaysizlar, pochta orqali chiqarib yuboramiz. Unda dastavka puli alohida bo'ladi. Chunki buning ichiga dastavka puli qo'shilmagan. Ko'rib turishinglar mumkin, ancha katta miqdorda kelgan. Pastki nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, yozsanglar, lokatsiyani tashlab beramiz. Yana bir bor qaytarib o'taman. Andijon shahar Soy eski Mazot ichida 1 kvadrat metri 35 ming so'mdan bitta rulonni 20 kvadrat metr tashkil qiladi.